Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Ochiq muloqot ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda. Bugungi ko'rsatuvimizda Bayot tumanini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha belgilab olingan asosiy ustuvor vazifalar, aholi bandligini ta'minlash hamda mahalla infratuzilmasini rivojlantirish borasida olib borilayotgan ishlar to'g'risida so'z yuritamiz. Ana shu maqsadda ko'rsatuvimizga Bayot tumani hokimi Niyoz Hazratqulovni tuman hokimining moliya, iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari, iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i Botirbek Usmonovni, tuman hokimining qurilish, to'siqlarsiz muhit yaratish, kommunikatsiyalar, kommunal xo'jalik, ekologiya va ko'kalamzorlashtirish masalalari bo'yicha o'rinbosari Komiljon Abdaliyevni, tuman hokimi o'rinbosari, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i Mehriniso Eshonxonovani, tuman hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Avazbek Allashukurovni, shuningdek tumandagi ijtimoiy va kommunal soha mas'ullari, shu bilan birga tijorat banki boshqaruvchilarini taklif etganmiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Niyoz aka, xabaringiz bor, shu yilning 26-dekabr kuni mamlakatimiz prezidenti Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga o'z murojaatnomasini yo'lladilar. Murojaatnomadan kelib chiqib, Bayot tumanini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha qanday ustuvor vazifalar belgilab olindi? Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi, hurmatli teletomoshabinlar. Haqiqatda davlatimiz rahbarining murojaatnomasida 6 ta ustuvor vazifalar belgilab berildi. Birinchi ustuvor yo'nalish mahalla infratuzilmasini yanada yaxshilash va mahallalarga yangi O'zbekiston qiyofasini olib kirish masalasi qo'yilgan. Bu yo'nalishda 2026-yilda tumandagi Anorzor, Bekat va Olmazor mahallalari tanlab olindi. Buning uchun respublika byudjetidan 10 milliard va tuman mahalliy byudjetidan 4.3 milliard mablag'lar ajratilishi hisobiga mahallalarda ishsizlik va kambag'allikdan xoli hududga aylantiriladi. Ikkinchi ustuvor yo'nalishimiz iqtisodiyotni texnologik va innovatsion modelga o'tkazish yo'nalishida tumanda 237 ta sanoat korxonalarini qo'llab-quvvatlash hisobiga sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini 5.5 trillion so'mga yetkazish va qo'shimcha 5 ta yirik sanoat loyihalarini amalga oshirishni belgilab olganmiz. Misol uchun Navbahor mahalla hududidagi tuman hokimligi zaxirasida bo'lgan 146 gektar yerda investitsiya loyihasi amalga oshirilyapti. 500 million dollarlik va bunda 2 million tonna neftni qayta ishlash quvvatiga ega Sirdaryo neftni qayta ishlash zavodi qurilish ishlari 100 gektar maydonda olib borilmoqda va boshqa investitsiya loyihalarimiz mavjud. Uchinchi ustuvor yo'nalish bo'yicha ichki bozorda talabni rag'batlantirish bo'yicha aholini arzonlashtirilgan oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash va narx-navolarni keskin oshib ketishini oldini olish maqsadida tumanimizdan 1.8 ming gektar maydonda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish va aholiga arzon narxlarda mahsulotlar yetkazib berish belgilab olingan. Bundan tashqari qolgan yo'nalishlar kasblarni rivojlantirish va yangi mehnat bozori arxitekturasini yaratish va ekologik muvozanatni ta'minlash, yashil energetika va suv resurslaridan oqilona foydalanish bo'yicha chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan. Rahmat. Bugungi kunda tumanda nechta rivojlanishda orqada qolayotgan mahallalar bor? Bu mahallalardagi infratuzilmani yaxshilash, odamlarga yashash uchun munosib turmush sharoitini yaratib berish maqsadida qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi, hurmatli teletomoshabinlar. Bugungi kunimizda bu savol shunday javob bergan bo'lardim. Bugungi kunda tumanimiz aslida rivojlantirishda orqada qolgan mahallalar bor deb ayta olmaymiz. Lekin boshqa mahallalarga qaraganda infratuzilmalar bilan bog'liq ayrim muammolar ko'proq mahallalarimiz mavjud deb aytishimiz to'g'riroq bo'lardi. Hozirda bunday mahallalar qatoriga tumanimizning Alisher Navoiy, Paxtakor, Bunyodkor, Olmazor, Ma'naviyat, Muqumiy, Navbahor, Yangibo'ston va Yangiobod mahallalarini keltirishimiz mumkin bunday misollarda. Bu mahallalarda aholiga qulay shart-sharoit yaratish va infratuzilmasini yaxshilash hamda mavjud tomorqalardan samarali foydalanish orqali aholini real daromadini oshirish maqsadida 2024-yilda
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ3 sonli qaror qabul qilingan. Mazkur qarorda kambag'allikdan farovonlik sari dasturi doirasida mazkur hozir yuqorida sanab o'tgan 9 ta mahallalarning 6 tasiga jami 14 milliard 900 million so'm mablag' quyidagi yo'nalishlar bo'yicha ajratilganini sanab bersan. Jumladan o'sha 6 ta mahallamizda 10 kilometr sug'orish tarmog'ini betonlashtirish va 3 ta nasos elektr stansiyalarini o'rnatish xarajatlari bo'yicha 10 milliard 800 million so'm mablag' sarflandi va natijada 1870 dan ortiq aholining xonadonlarning tomorqasiga suv yetkazib borildi. Shuningdek mahallalarning 14.3 kilometr ichki yo'llarini ta'mirlash orqali 3.6 milliard mablag'lar sarflandi. Shuningdek 2026-yil davomida qolgan 3 ta mahallamiz Navbahor, Yangobod va Yangibo'ston mahallalari infratuzilmasidan va aholi tomorqalaridan samarali foydalanish yuzasidan kelgusida shakllanadigan tuman mahalliy byudjetining qo'shimcha manbalari hisobidan aniq choralar ishlab, ularning kelgusida axborotini berib boramiz, chora-tadbirlarni tasdiqlaymiz. Rahmat. Tumanda og'ir ahvolga tushib qolgan oilalarni qo'llab-quvvatlash, ularning muammolarini yaqindan o'rganish borasida qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Marhamat. O'zgalar parvarishiga muhtoj shaxslarga vaucher asosida yangi ijtimoiy xizmatlardan foydalanish tartibi joriy etish to'g'risidagi chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorning ijrosini ta'minlash maqsadida tumanimizda 66 nafar yolg'iz keksa va nogironligi bo'lgan shaxslar mavjud. Jumladan 2025-yil davomida 15 nafar yolg'izlar aniqlanib reyestrga qo'shimcha olindi va 5 nafar yolg'izlar soliqlarini yaxshilangani va o'ziga xizmat ko'rsatish ko'nikmalari rivojlanganligi sababli reyestrdan chiqarildi. 2026-yilda o'ziga xizmat ko'rsatish hamda sog'lomlashtirish natijasida 7 nafar yolg'izlarni reyestrdan chiqarishni rejalashtirganmiz va qo'shimcha ravishda yolg'izlar aniqlanib reyestrga qo'shib olish rejalashtirilgan. Bundan tashqari kambag'allik reyestrining qizil toifasida turuvchi past daromadli 280 nafar oilalarimiz mavjud. Mahalliy yettiligi tomonidan 2026-yilda mazkur oilalarning daromadlarini oshirish yo'nalishida individual rejalar ishlab chiqilgan va hozirda ushbu rejalar asosida mahalla yettiligida mavjud imkoniyatlar, xizmatlar, imtiyozlar, suvdalar va subsidiyalar orqali joriy yil davomida daromadni oshirish choralari ko'riladi. Rahmat. Keling endi ijodiy guruhimiz tomonidan Bayot tumanidan tayyorlangan lavha bor. Shuni birgalikda tomosha qilsak-da, keyin fikrlarimizni davom ettirsak. Marhamat. Yurt obodligi avvalo mahalladan boshlanadi. Shuning uchun doim mahalla tizimini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari bo'lib kelgan. Ammo bugun ayrim mahallalarda yillar davomida to'planib qolgan muammolar borki, bu muammolar yechimi haqida shu kungacha mas'ul rahbarlar bosh qotirib ko'rishmagan. Masalan, Bayot tumanining Beruniy mahallasidagi muammolarga e'tibor qarasak, hudud aholisi bilan suhbatlashar ekanmiz. Chiqindilar masalasida savollar borligi, bolalar uchun mo'ljallangan o'yingohlarning juda ham yomon holatda ekanligi, hojatxona talabga javob bermas aytildi. Aholini qiynaydigan yana bir muammo, tungi yoritish chiroqlari yo'q hamda uy-joylarning yerto'la qismi suv bilan to'lgan. Shu sabab birinchi qavatda yashovchi aholining uylari zaxlab, turli hasharotlar ko'payib ketayotgandan, ayniqsa keksalar va yosh bolalar qiynalishmoqda. Chiqindixona mavjud bo'lsa-da, uning atrofi siz tasvirlarda ko'rib turgandek tartibsiz. Hududda obodonlashtirish ishlari o'z holiga tashlab qo'yilgan. Musulxonalarimizni ko'ryapsizlar, aholini. Bolalar o'yingohi yo'q hisobi. Bo'lgan bilan buzilyapti hammasi, sinib, abgor holatda. Hech kim bizdan xavoramaydi, to'g'risida. Toza hududni nimasi bilan bizga mana shu podvalimizdagi suvni bartaraf qilib berishlarini so'raymiz. Mana oldin mana podvalimizda mana shu bir 15-20 sm suv bo'lardi. Hozir mana o'zlaring ko'rdilaring, mana 50-60 sm o'sha podezga chiqish kirish joyigacha mana zinagacha chiqib o'zlaring ko'ryapsizlar. Ahvol. 3 ta domga mana shu bitta kran bor. Narada bitta kran bor, katta yo'lda, bu yerda bitta bor. Tungi yoritish chiroqlari biz turka mana podezimizda bor. Podezda ichkarisida bor. Tashqariga lekin bo'lgan bilan bir xillari ishlamay qo'ygan.
endi bir necha yil oldin qo'yib ketgan, 3 yil oldin qo'ygan, 5 yil oldin shu remont qilgan paytda qo'yuvdi, bizga lekin qo'ygan yo'q. Bayot tumanida faoliyat ko'rsatayotgan Yangi Bo'ston mahalla fuqarolar yig'ini binosi bizning e'tiborimizni tortdi. Mahalla xalq bilan davlatni bog'lovchi eng asosiy bo'g'in sanaladi. Afsuski, bugun ayrim mahallalarda ushbu bo'g'inning o'zi yordamga muhtoj holga kelib qolgan. Mazkur mahalla binosi juda eski va ayanchli ahvolda. Bitta xonada 7 nafar xodim faoliyat yuritishga majbur. Xona tor, havosi dim va ish uchun zarur sharoit deyarli yo'q. Xodimlarning bemalol harakat qilishiga joy yo'qki, hujjatlar ustma-ust taxlanib yotibdi. Ish samaradorligi haqida gapirish esa ortiqcha. Eng achinarlisi, isitish tizimi mavjud emas. Qish oylarida sovuqxonada nafaqat xodimlar, balki murojaat bilan kelgan fuqarolar ham qiynalmoqda. Savol tug'iladi, aholi murojaatlarini hal qilish kerak bo'lgan muassasa nega o'zi shunday muammolar girdobida qolib ketgan? Nega mahalla binosining holati yillar davomida e'tibordan chetda qolmoqda? Bu holat oddiy kamchilik emas, beparvolik illatining ochiq ko'rinishidir. Hozirgi kunda 3515 ta aholi mavjud. 648 ta xonadonimiz bor. 1015 ta oila tarkib topgan. Mahalla binomiz mana ko'rib turganlaring 4 yildan beri mana shu binoda ijara shaklida turib foydalanib kelyapmiz. 7 lik hammasi bitta xonada. Mahallamizda 2 ta maktab mavjud. Maktabgacha ta'lim muassasalari davlat tomonidan qurilgan maktabgacha ta'lim muassasalari mavjud emas hozirgi kunda. O'tgan yili 2025-yilda kelib o'rganishib, maktabimizning oldida 1 gektar o'sha hokimiyat qarori bilan chiqozib bergan bozorchilik uchun ajratilgan yer bor edi. O'sha joydan o'lchab ketishdilar. Davlat ta'lim muassasasi, ya'ni bog'cha qurib beramiz deb, lekin u ham dasturga kiritilmay qolib kelmoqda. Ushbu mahallada istiqomat qiluvchi Elyor Bosimov xonadonida bo'lganimizda Elyor aka tomonidan qo'shimcha uy-joyga ehtiyoji bor ekanligi ta'kidlandi. Aytish lozim, fuqaroning nafaqat o'zi, balki barcha oila a'zolari imkoniyati cheklangan bo'lib, uy-joy masalasidagi so'rovi shu vaqtgacha samarasiz qoldirilgan. 1960-1970 yillarda qurilgan molxonasi kadastr xodimlari tomonidan qizil hududda ekanligi qayd etilib, xonadon vakillariga jarima qo'llanilgan. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Kambag'al oilalar reyestrida turuvchi, ijtimoiy himoyaga muhtoj, nogironligi bor oila bu pullarni qanday manbadan to'laydi? Aholini qiynayotgan eng katta muammolardan biri yo'l masalasi. Asosiy qatnov qismining 1,5 kilometri harakatlanish uchun turli qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda, ayniqsa kuz-qish mavsumida. Yo'limizni o'ydim chuqur yamalari ko'pligi uchun asosan transport vositalari yo'ldan chekkaga chiqib yurishga harakat qilyapti. Bu yo'ldan hattoki o'sha tez yordam mashinasi, yong'in o'chirish mashinalari va boshqa avariya holatlaridagi mashinalar hammasi shu yo'ldan yuradi. Yo'limizni mana shunday ahvoldaligi sababli og'ir kasallarga vaqtida tez yordam ko'rsatish imkoniyati cheklanib qoladi. Undan tashqari mana aholiga hozirgi kunda sifatli, samarali xizmat ko'rsatish uchun bir nechta avtobus qatnovini yo'lga qo'ymoqchi bo'lganimizda, tadbirkorlarimiz kelib yo'llarni o'rganib, ko'rgandan keyin yo'llaring talabga javob bermar ekan degan baj bilan avtobus reyslarini qo'ymadi. Vaholanki mahallamizda yoshlar bor, shaharga qatnab ishlaydigan vakillarimiz bor. Ular 5 ming bilan qatnagani qayerda-yu, 13 ming bilan har kuni taksi qatnagani qayerda. Kechqurungi reyslarda qiynalib, kechga qolib ketsa, hattoki taksilarimiz undan ham oshiqroq narxlarda olib keladigan holatlari bo'lyapti. O'sha tomonlardan aholimiz juda qiyin ahvolga kelib qolyapti. Bo'ston oilaviy shifokorlik punktidamiz. Bugun aholi salomatligini asrash borasida davlat siyosati darajasida ishlar amalga oshirilayotgan bir vaqtda mazkur tibbiyot maskanda ichimlik suvi masalasida muammolar mavjud. Eng ahamiyatlisi, xonalarga suv tarmog'i tortilgan, lekin jumraklarni buraganimizda bizni ta'jubga soladigan holat suv yo'q. Salomatlikni asrashda eng asosiy vosita suv emasmi? Bizni Bo'ston o'shbida Yangi Bo'ston mahallasida joylashgan. Bu 3606 ta aholiga xizmat qiladi. Hozirgi kunda ozroq muammolarimiz suv masalasi. Suv tortish uchun motorimiz ham bor, ishlaydi, lekin kraniklarda muammo bor. Shu kraniklarni qo'ysak, suv masalamiz hal bo'ladi. Ikkinchi masala, 2 ta brigadamiz bor. 2 ta amaliyotchi hamshira bitta xonada xizmat ko'rsatadi aholiga. Kattalar tarozisi yetmaydi, shuning uchun vaqtincha ular bitta xonada o'tirib aholiga xizmat qilyapti. Agar bu hamshiralar alohida xonada o'tirib, boyagi bo'y o'lchagich, tarozilar, bo'y o'lchagichimiz ham yo'q, kattalar uchun, bolalar uchun yetarli.
bo'lsa bemorlar vaqti tejaladi, vrach qabuliga kutib qolmaydilar. Ham muammo va murojaatlar talaygina, uning yechimi yuzasidan aholiga berilayotgan va'dalar bisyor. Ushbu lavhamizdan so'ng mas'ullar biz ko'tarib chiqqan masalalarga alohida e'tibor qaratadi degan umiddamiz. Zero odamlarni rozi qilishdan muhimroq masala yo'q. Qadrli teletomoshabinlar, demak, ijodiy guruhimiz tomonidan tayyorlangan lavhani birgalikda tomosha qildik. Endi esa fikr mulohazalarga o'tsak, marhamat. Yuqorida ko'rganimiz mana Beruniy mahallasida toza hudud yo'nalishidagi o'sha chiqindixonalarning holati va amalga oshirilmay qolib ketgan ishlar masalasi ko'tarildi. Bu masalani to'liq bir o'rganib chiqdik. Hozirda o'sha toza hududga bo'lgan aholini va yuridik shaxslarni debitor qarzdorliklarini undirish ishlari amalga oshirilmoqda va ularni texnikalarini ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Hozir bir 4 ta texnikasi ta'mirlashdan chiqdi va 3 tasi hozirda qolmoqda. Buni yaqin 2-3 kun ichida hammasini bartaraf qilib, hududni tozaligini nafaqat Beruniy mahallasi, barcha mahallalardagi o'sha chiqindilarni chiqarish masalasida ishni tashkil qilib, bir haftaning ichida hammasini joy-joyiga qo'yamiz. Bundan tashqari u yerda ko'rildiki, hojatxona ta'miri talab bo'lgan holatdaligi va buni ham bir haftada va podvaldagi suvlarni boshqaruv servis kompaniyalari bilan birgalikda bartaraf qilamiz. Ko'cha chiroqlarini 2 kun ichida joylashtirib beramiz. Bolalar o'yingohini joyiga chiqqan holda o'rganib, unga mablag'lar manbasini aniqlab, bu masalani ham 1 oy ichida hal qilib beramiz. Keyingi Yangi Bo'ston mahalla binosi, mahalla fuqarolar yig'ini binosi uchun mahalliy byudjetdan 750 million so'm mablag' ajratilgan. Bu binoni qaytadan yangi qurish bo'yicha ishlar sentyabr oyiga qadar to'liq yakunlanadi namunali tarzda. Va u mahallada bir fuqaromizni mana noqonuniy qurilishi bo'yicha jarimaga qo'llanilgani va uyga bo'lgan ehtiyojini ishchi guruh bilan birgalikda ertangi kunda o'zida o'rganib chiqib, bu masalada ma'lumotini beramiz ijtimoiy tarmoqlar orqali. Shu o'rinda mana shu mahalla binosi, mana o'zi mahalla 7ligi ham tasdiqladi. 4 yildan beri mana shu holatda ijarada turmoqda-da. Ungacha o'rganilmaganmi? Bu tuman hokimligi tomonidan. Shu savolga men javob bersam. Marhamat. Shu holat o'rganilgan, to'liq o'zimiz ishchi guruhimiz tomonidan shu kamchiliklar aniqlangandan keyin tuman mahalliy byudjetining hamma narsa bilasiz, hozir iqtisodiy sharoitda mablag'ga borib taqaladi. Shu tuman mahalliy byudjetining 3-chorak yakuni bilan tashkil bo'lgan daromadlar rejasini oshirib bajarilgan qismi hisobidan Xalq deputatlar tuman kengashining qarori bilan asosida hokimimiz aytganda 750 million so'm mablag' ajratildi. Hozirda to'liq loyiha yerlari ajratilgan. 750 million so'm hozirda masalan mablag' ajratilgan. Hozir loyiha ishlari ana jarayonda ketyapti. Loyiha bo'lgandan keyin tender jarayonidan keyin qisqa muddatda уже boshlanadi. Shuni bartaraf etish yuzasidan bu televideniya bo'lmasdan oldin aniqlab shu harakatini qilganmiz. Demak, 2026-yilning sentyabr oyigacha ushbu muammo hal qilinadi. Endi esa ijtimoiy himoyaga muhtoj oiladan barcha oila a'zolari nogiron sifatida, demak, kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan Elyor Bosimov xonadonining muammosiga to'xtalsak-da, shunda bir savol tug'iladi-da, yuqorida lavhada ham qayd etib o'tdik. O'zi ijtimoiy himoyaga muhtoj, kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan. Xonadondagi barcha oila a'zolari, demak, imkoniyat cheklangan shaxslar. Lekin ularga qo'llanilgan jarimadan mahalla raisi ham, ijtimoiy xodimni ham xabari bor. Nega mana shu holat o'z holicha tashlab qo'yilgan? Bu masalani hozir ertangi kunda o'zida ishchi guruh bilan birgalikda o'rganib chiqib, axborotini bersak. Hozir to'liq ma'lumotga ega emas edik bu masalada. Buni o'rganib chiqib, ertaga ma'lumotni beramiz. Endi esa mahallani eng katta muammolaridan biri bu yo'l masalasini e'tirof etishdi mahalla rais tomonidan. Demak, 2 kilometrga yaqin asosiy yo'lda tez yordam ham, demak, o't o'chiruvchi mashinalar ham
qatnaydi va turli xil qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda, ayniqsa kuz-qish mavsumida, yog'ingarchilik mavsumida deb ta'kidlashdi. Bu masalaga qanday yechim topiladi? Bu masala menimcha dala bo'yidagi yo'l shekilli, shundaymi? Assalomu alaykum hurmatli boshlovchi, teletomoshabinlar. Yangibo'ston mahallamiz ichki yo'llarini mutaxassislar ishtirokida o'rganib chiqqanmiz o'tgan yili. 25-yilda yoqda 2,5 kilometr shag'allashtirish hamda asfalt jami 2,5 kilometr bo'ldi. O'sha hududda eski otaxonlar bilan birgalikda nuroniylar bilan yurib chiqdik. Asosiy kiradigan qismi mahallaning ichidan. Ichki yo'li bor ekan, hozir nomi esimda yo'q. Asfaltlashtirib berganmiz. Bular ta'biran aytganda 5-bo'lim deydi. Shu bo'limga o'tadigan yo'limiz zovur yoqilib, haqiqatan ham shu ko'rinishda hozir ham shunday. Unga ikkinchi tarmog'i ham bor. O'tadigan mahallaning ichida, xonadonlarning ichida ichki yo'llarni asfalt qilib berganmiz. Hozir asosiy qismi aholini 100% desak ham bo'ladi, shu ko'cha asfalt yo'ldan, yangi asfalt yo'ldan kirib chiqyapti. Bundan tashqari bu Yangibo'stonda bu yil rejalarimiz bor, shag'allashtirish. Asfaltlashtirishga hali reja olganimiz yo'q. Asosiy manbani ochiq byudjet asosida yo'naltiryapmiz. O'zlari ham harakat qilyapti. Buni imенно mana shu yo'lni o'rganib, keyin batafsil ma'lumotini beramiz. Hozirgi kunda bironta dasturda yo'q. Avtobus qatnovini yo'lga qo'yish masalasi bor. Ichki yo'l, ichkarida ikkinchi asosiy yo'li bor, asfalt yo'li bor. Shu kungacha ham kirib chiqyapti. Hozir ko'rgan yo'limiz ikkilamchi yo'lda, zovur yoqilib. Asosan og'ir texnikalar, dala texnikalari yuradi yo'ldan. Ushbu yo'ldan o'zimiz ham harakatlanib ko'rdik, aynan asfalt qilingan yo'ldan. Lekin avtobus qatnovi juda ham qiyin bo'ladi. Keskin burilishlar bo'lganligi uchun bu yerda shunday ikkita avtobuslar qatnamas ekan. 90 gradusli burilishlarimiz bor, to'g'ri. Ungacha yoqda yengil texnikalarimiz bor, o'zlarini damaslari bor. Shunda qatnov amalga oshirilyapti. Bundan bir 2-3 yil oldin avtobus qatnovini ham hozirgi ko'rgan yo'limizdan harakatini qilib olib borgandik. Shu avtobus kirib chiqishiga 4 ta yo'lovchi chiqadi. O'zlarini damas kelganda kutmasdan shu damas orqali harakatlanishni davom ettiradi. Tadbirkorimiz avtobus qoplamaganini tushuntirdi. Shu sabab reyslar bekor qilingan. Reyslar bekor qildi tadbirkor tomonidan, o'zini qoplamadi. Bu yo'l masalasini ruxsat bersangiz, to'liq o'rganib chiqib, dasturlarga kiritish choralarini ko'ramiz. Rahmat. Endi Bo'ston oilaviy shifokorlik punkti haqida gaplashsak, demak, barcha sharoitlar yaratilgan bemorlarga, lekin suv masalasi asosiy muammo. Barcha kerakli texnika bor, faqat jumraklar nosoz. Ularni soni 10 tadan oshiq ekanligi uchun o'zlari bartaraf etolmagan ekan mas'ullarni. Mana shu masalaga qanday yechim topiladi? Marhamat. Men tuman birlashmasi bosh shifokor Yo'ldashevman. Haqiqatan ushbu lavhada keltirilgan kamchiliklarimiz ayni mavjud. Bu kamchiliklar yuzasidan biz tumanimiz hokimiga hamda tumanimiz hokimi yordamchilariga murojaat qilganmiz, hamda tumanimiz hokimi bu masalalar bo'yicha bizga masalani yechib berdilar. Ushbu masala bo'yicha bizga ortilgan mablag'lar hisobidan tuman tibbiyot birlashmasining moddiy texnik bazasini yaxshilash hamda kanalizatsiya va ichimlik suvlarini ta'minlash maqsadida 400 million so'm mablag' ajratib berdilar. Ushbu 400 million so'm mablag' asosida biz kerakli jihozlarni sotib oldik hamda reja asosida bosqichma-bosqich ta'mirlash ishlarini o'tkazib kelmoqdamiz hozircha. Bu Bo'ston oilaviy shifokorlik punktimizga 3 ish kunida xudo xohlasa kamchiliklarni bartaraf etib, suv jumlaklarini joyiga qo'yib, o'sha tarozi hamda bo'y o'lchagichlarni ham joyiga qo'yib qo'yamiz. Demak, aynan mana shu mahalla fuqarolar yig'ini hududida davlat demak bog'chalari mavjud emas. Bu masala ham ko'rilgan ekan mas'ullar tomonidan. 2025-yilda dasturga kiritib beramiz degan va'dalar aytilgan, lekin amalda bajarilmagan. Bu masalaga qanday javob berasiz? Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi. Men Garnazarov Fodil tuman maktabgacha maktab ta'lim bo'limi boshlig'iman. Haqiqatda Yangibo'ston mahalla fuqarolar yig'inida davlat
maktabgacha ta'lim tashkiloti mavjud emas, lekin bugungi kunda 4 ta oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyat yurityapti. 2025-yilda tuman hokimligi bilan birgalikda joylar ajratilib, dastur uchun viloyatga taklif berilgan. 26-yil dasturga tushish rejalashtirilgan. Demak, 26-yil davomida ushbu hududda davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti quriladi. Rejalashtirilgan. Rahmat. Endi esa navbatdagi savolga yuzlansak, hozir o'lkamizda qish fasli hukmronlik qilmoqda. Xo'sh, tumandagi ijtimoiy soha obyektlari, maktab, bog'cha, shifoxonalar qanchalik issiqlik bilan ta'minlangan? Shu masalaga ham javob bersangiz, marhamat. Tumanimizda 56 ta maktab, 38 ta bog'cha mavjud. Qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha ijtimoiy soha obyektlariga 4700 tonna ko'mir mahsulotlari yetkazib berilgan. Hozirgi kunda omborda ishlatilyapti. Bundan tashqari aholimizga 9276 tonna rejalashtirganmiz imtiyozli narxlarda 100% ko'mir mahsulotlari bilan ta'minlangan. Yana qo'shimcha so'rovlar bo'lyapti. Kuniga 150-120 tonna atrofida qo'shimcha aholiga ko'mirga talab bor, o'z vaqtida olib foydalanmoqda. Shu o'rinda tabiiy gaz yetib bormaydigan hududlarni, demak, maishiy gaz ballonlari bilan ta'minlash borasida qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Shu haqida ham ma'lumot bersangiz. Ruxsat bersangiz, soha egasi. Marhamat. O'zingizni tanishtirib. Assalomu alaykum. Boshlovchi, hurmatli tomoshabinlar. Hozirgi kunda bizda 8 ta maktab, 8 ta bog'cha, 11 ta maktab tabiiy gaz bilan ta'minlangan. Qolgan maktab bog'chalar isitish mavsumida ko'mirdan foydalanadi. Ko'mir bilan isitiladi. Aholini maishiy gaz ballonlari bilan ta'minlash borasida qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Bu yo'nalishda muammolar bormi? Bu yo'nalishda hozirgi kunda muammolar yo'q. Yanvar oyi 2026-yilga 260 tonna tarqatishimiz kerak edi. Hozirgi kunda 101 tonna tarqatdik. 30 kun, 35 kun muddat ichida yetkazib beryapmiz. Suyultirilgan gazni muammo yo'q hozirgi kunda. Rahmat. Endi esa qish mavsumida aholining is gazdan zaharlanishini oldini olish borasida qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Bu haqida ham tegishli mas'ullar javob bersa. Is gazdan zaharlanish bo'yicha Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan o'zimizda ishchi guruh tuzilgan. Gaz ta'minoti xodimlaridan iborat, tuman yong'in xavfsizligi xodimlaridan iborat ishchi guruhimiz bor. 7 ta gruppaga bo'linganmiz. Shu kungacha barcha mahallalarda aylanib chiqdik. Kerakli ogohlantirish berganimiz 11712 ta xonadonga ogohlantirish berdik. Yo'ldagi kamchiliklarni o'z vaqtida bir kunda ba'zilar 1 soatda qilsa bo'ladi. To'liq kechiktirib bo'lmaydigan ishlarni o'zimiz nazorat ostida ham kamchilikni aniqlab shu boshida turib 11712 ta xonadonni ogohlantirishini kamchiliklar joyida bartaraf etdik. Tushunarli. Endi esa tumanda yoshlar va xotin-qizlar bandligini ta'minlash borasida qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Dast avval xotin-qizlar bandligiga to'xtalsak, keyin yoshlar bandligi bo'yicha ma'lumotlarni tinglaymiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Oila va xotin-qizlar tizimini yanada qo'llab-quvvatlashga doir 2022-yil 7-martdagi 87-sonli prezident farmoniga asosan chora-tadbir dasturi ishlab chiqilgan bo'lib, mana shu dastur doirasida har yili xotin-qizlarni tadbirkorlikka rivojlantirish va kasb-hunarga o'qitish bo'yicha ishlarni tashkil etib boramiz. 2025-yil davomida ham 1138 nafar xotin-qizlarimiz kasb-hunarga o'qitildi. 1358 nafari tadbirkorlik ko'nikmalari hamda biznes rivojlantirish ko'nikmalari bo'yicha o'qitilib, shundan 2092 nafariga imtiyozli kredit mablag'lari ajratib berildi. Bu kreditlar doirasida ular o'z yo'nalishlari hamda kichik tadbirkorliklarni yo'lga qo'yib olishdi va bandligi ta'minlanishga erishildi. Shundan 1687 nafarni bandligi ta'minlashga erishilgan. Xabaringiz bor, 2025-yil 26-dekabrdagi muhtaram prezidentimizning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasida
ustuvor vazifalarni belgilab o'tdilar. Shundan birinchi ustuvor vazifada aynan xotin qizlar hamda yoshlar bandligini ta'minlash borasida tadbirkorlikni rivojlantirish hamda kasb hunarga o'qitish bo'yicha alohida ta'kidlab o'tdilarki, bu yil ham mana shu yo'nalishda xotin qizlar bo'limi tomonidan o'zimizda 2026 yil dasturimizni, rejamizni ishlab chiqdik. Oldimizga qo'ygan maqsadlarimiz avvalo shu xotin qizlarimizni o'zini hududida, mahallasida ish o'rinlari yaratib, tadbirkorligini rivojlantirish va shu bilan birga o'sha yerdagi ishsiz ayollarni bandligini ta'minlashga erishishdan iborat. Demak, ayni kunlarda, demak, yanvar oyida, yilning boshini yanvar oyida xatlov jarayonlari o'tkaziladi. Xuddi shunday. Bugungi kunda amalga oshirilmoqdami shu xatlov jarayonlari? Albatta, xatlov jarayonlari mana 15-yanvardan boshlanadi. Bundan keyin esa bizda ayollar daftarini shakllantirish oldimizda juda katta vazifa turibdi. Yanvar oyida ayollar daftariga ham o'sha ishsiz hamda tadbirkorligini rivojlantirish bo'yicha yo'nalishlar bo'yicha ham alohida xatlov o'tkazilib, mana shu xotin qizlarimiz istaklaridan kelib chiqib, ayollar daftariga kiritiladi. Rahmat. Endi esa yoshlar bandligi bo'yicha ma'lumotlarni tinglasak. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi, hurmatli teletomoshabinlar. Haqiqatan ham eng dolzarb masalalardan biri bugungi kunda yoshlarimizni bandligini ta'minlash. Mana o'tgan 2025-yilda ham har bitta yoshlar bilan xatlovlarni amalga oshirib, bizni hududimizda 30 mingdan oshiq yoshlarimiz bor. Yoshlar bilan xatlovni amalga oshirgan jarayonida 582 nafar yoshlarimiz ishlash istagini bildirishgan. O'sha 582 nafar yoshlarimizni biz viloyat hamda tuman darajasidagi 26 nafar rahbarlarga biriktirib, bugungi kunda 582 nafar yoshlarimizni barchasi 100% ish bilan ta'minlandi. Mana 2026-yilda ham biz bu qilgan ishlarimizni davom ettirmoqdamiz. Dekabr oyida xatlov o'tkazildi hamda 620 nafar og'ir toifadagi yoshlarimiz, ya'ni ishlash istagidagi yoshlarimiz aniqlanib, ularni bandligini ta'minlash bo'yicha biz alohida chora-tadbir belgilab oldik. Unga ko'ra 250 nafar yoshlarimizni doimiy ishga joylashtirish, 125 nafar yoshlarimizni tadbirkorlikka jalb qilish, 131 nafar yoshlarimizga yer ajratib berish, 47 nafar yoshlarimizni tartibli mehnat migratsiyasiga yuborish, 67 nafar yoshlarimizga subsidiya ajratish orqali band qilishni reja qilib olganmiz. Bundan tashqari bizni hammamizga ma'lumki, migratsiyada yurgan yoshlarimiz mavjud. Bular bugungi kunda 1038 nafarni tashkil qilmoqda hamda bular bilan ham biz ishlab 140 nafar yoshlarimizni bugungi kunda qaytarishga muvaffaq bo'ldik hamda 79 nafarini hozirgi holatda bandligi ta'minlandi. Qolaversa, yoshlarimizni bandligini ta'minlash maqsadida bizda banklar bilan ham doimiy aloqalarimiz yo'lga qo'yilgan. Bulardan Aloqa bank hamda Milliy bank bilan bizni kelishuvlarimiz bor. Milliy bankdan shu kunga qadar 10 nafar yoshlarimizga 100 million so'm kreditlar, imtiyozli kreditlar ajratilib bandligi ta'minlangan bo'lsa, Aloqa bank tomonidan esa 27 nafar yoshlarimizga 197 million so'm mablag' ajratilib, ularni bandligi ta'minlashga erishildi. Rahmat. Endi shu o'rinda yana bir masalaga to'xtalib o'tsak, bugungi kunda tumanda aynan yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklarni oldini olish, turli jinoyatlar sodir etilishiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha qanday chora-tadbirlar belgilab olingan? Qizil toifadagi mahallalar bugungi kunga kelib sariq toifaga, yashil toifaga o'tkazildimi? Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli teleboshlovchi, hurmatli teletomoshabinlar. Yuqorida ta'kidlab o'tilgandek, yoshlar yo'nalishi bo'yicha alohida e'tibor bugungi kunda ular tomonidan jinoyat va huquqbuzarliklarni sodir etilishini oldini olish bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilangan. O'tgan yilning, ya'ni 2025-yilning 12 oyi davomida 2024-yilning 12 oyiga nisbatan solishtiradigan bo'lsak, yoshlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar 33 tadan 12 taga, qariyb 19 taga kamayishiga erishildi, lekin biz buni yutug'imiz deb baholashga haqqimiz yo'q. Shunday ekan, bugungi kunda ichki ishlar organlariga aynan
yoshlar tomonidan jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olish bo'yicha ular muqaddam turli xil sabablarga ko'ra jinoyat sodir etib probatsiya hisobiga tushgan 42 nafar yoshlar bugungi kunda aynan ichki ishlar organlari rahbar xodimlariga biriktirilib, ular otaliqqa olinib, ularning muammolari aniqlanib, yo'l xaritalari ishlab chiqilib, kelgusida ular tomonidan qaytadan jinoyat va huquqbuzarliklar sodir etmasligining aniq chora-tadbirlari ko'rilyapti. Qolaversa, bugungi kunda muhtaram yurtboshimiz tomonidan imzolangan qarorlarga asosan, ya'ni 2026-yilning 5-yanvar kunidagi 1 va 2 sonli qarorlarda aynan mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish, shu jinoyatchilikni jilovlash borasida aynan yoshlar jinoyatchiligini oldini olish bo'yicha ham chora-tadbirlar belgilab o'tilgan. Biz bunga ko'ra yuqorida qayd etib o'tilgan yoshlarning bugungi kundagi bandligini ta'minlash, ularning muammolarini yechimi, faqatgina ularning shaxsiy muammolarini emas, balki oilasidagi muhitni o'rganib, aynan kelgusida ularni to'g'ri yo'lga boshlashimiz uchun qanday zaruriy chora-tadbirlarni amalga oshirishimiz kerak. Bunda albatta mutasaddi idoralar bor, mahalla yettiligi, qolaversa mana ijtimoiy xizmatlar, kambag'allikni qisqartirish, bandlik bo'limlari, mahallalarda hokim yordamchilari. Bu albatta yoshlar deganimizda yoshlarimiz orasida ayollar ham bor. 30 yoshgacha bo'lgan bularni aynan xotin-qizlar faollar bilan birgalikda ularni barcha muammolarini yechimini bugungi kunda aynan o'zimiz ishlab chiqilgan yo'l xaritalariga kiritib, ijrosini muddatini belgilab, yechimini ko'rish choralari olib borilmoqda. Bayot tumanida joylashgan nechta mahalla qizil toifaga kiritilgan bugungi kunda? Bugungi kunda Bayot tumanida 31 mahallalardan 2 mahalla qizil toifaga tushgan. Bu Bayot tumanidagi Uchturgon va Qarobchi mahallari tushgan. Bunda aynan tan jarohati va o'g'irlik bilan bog'liq jinoyatlar o'tgan yil shu davrga nisbatan oshib ketganligi hisobiga qizil toifaga tushgan. Hozirgi kunda ushbu mahallalarni qizil toifadan chiqarish va kelgusida jinoyatdan xoli hududga aylantirish uchun yo'l xaritalar ishlab chiqildi. Qolaversa, muhtaram prezidentimizning 2025-yildagi 111-sonli qaroriga muvofiq aynan mahallalarda shu kriminogen vaziyat, ijtimoiy iqtisodiy sharoitini o'rganish va ularni bartaraf etish bo'yicha tuman hokimi va uning o'rinbosarlari, qolaversa mutasaddi idoralar bilan aynan mahallalardagi vaziyatni o'rganib baho berish choralari ko'rilgan. Hozirgi kunda tuman hokimi, tuman prokurori va tuman ichki ishlar bo'lim boshliqlari va ularning o'rinbosarlariga aynan kriminogen vaziyati og'ir bo'lgan mahallalar biriktirilgan. Qarobchi va Uchturgon mahallalari ham xuddi shu tartibda biriktirilib, 2026-yilda o'tgan yilga qayd etilgan holatlarni takrorlamaslik uchun aniq chora-tadbirlar belgilangan. Rahmat, minnatdorchilik bildiramiz. Bizni jonli efirda, demak, tomosha qilmoqda Bayot tuman aholisi va ulardan turli xil muammo va takliflar bor. Shuni o'qib eshittirsam, Bayot tumani Uchturgon mahalla fuqarolar yig'inidan men kam ta'minlangan oilalar reyestrida turaman. Men mahallamda, demak, bir tadbirkorlik yo'nalishida, demak, tadbirkorlik qilmoqchi bo'lganlarga elektr energiyasi ulashda muammolar bo'lyapti. Mahalla mutasaddilari hokimga aytma, o'zimiz hal qilamiz degan vajni keltirib, haligacha meni ovora qilishmoqda. 2089 abonentda. Marhamat. Hudud elektr tarmoqlari. Assalomu alaykum, hurmatli telim boshlovchi va hurmatli telim tomoshabinlar. Uchturgon mahallasida Obod qishloq dasturi doirasida ikkita quvvatli 250 kV bo'lgan transformator hamda 309 km yangi zamonaviy turdagi sip kabellar tortilgan. Bu hozirgi yuqorida qayd etilgan murojaatni agar ruxsat bersangiz, ertaga joyida o'rganib bartaraf etish choralarini ko'ramiz. Bayot tumani Navbahor mahalla fuqarolar yig'inidan kelgan navbatdagi murojaatnoma bizga yangi transformator qo'yib berishingizni so'raymiz. Demak, kuchlanish past degan murojaatni yo'llamoqdalar. Shu haqida ham ma'lumot bersangiz? Navbahor mahallasi hozirgi kunda 139 sonli qarorga tushgan, dasturga tushgan. Ushbu dastur bo'yicha biz 68 ta temir beton ustunlar olib borib o'rnatganmiz. Hozirgi kunda yana jadallik bilan ishlar amalga oshirilmoqda. Buni ham agar ruxsat bersangiz, ko'chalari bilan aniqlik kiritib,
o'sha transformator qo'yilish jarayonini fuqaroga tushuntirib o'tamiz. Rahmat. Demak, Bayot tumani Sohil mahalla fuqarolar yig'inidan yo'llangan murojaatnoma bizning mahallamizga kolodez qo'yamiz deb yo'llarimizni demak buzishdi. Bizga amaliy yordam bersangiz, bugungi kunda ushbu buzilgan yo'llar ta'mirtalab ahvolda deya murojaat yo'llamoqdalar. Sohil mahalla fuqarolar yig'ini. Tumanimizda kanalizatsiya tarmoqlari tortilyapti, 58 kilometr. Hozirgi kunda 37 kilometr bo'ldi. Sohil mahallasida ham shu asosiy tarmoqlar tortildi. Xonadonlarga o'tish tarmoqlari bor. Mahalla raisi ishtirokida ishchi guruh tuzib, Turon Nuroniysini obodonlashtirish boshqarmasidan, yo'ldan, kanalizatsiya quruvchilarni birgalikda to'liq 7 ta mahallamizda o'rganish o'tkazdik. 14 ta ko'chamiz to'liq kanalizatsiya o'tib bo'lgan, asfalt qilishga tayyor. Shu havo haroratini ko'tarilishini kutyapmiz. Dasturimizda bor. U 25-yildan 26-yilga o'tadigan dastur. Mablag'larni ko'chirganmiz. 18 ta ko'chamiz asfaltlashtiriladi, asfalt qoplamasi yotqiziladi. Bu asosan Ijodkor mahallasida, Navro'z mahallasida, Sohil, Madaniyat, Ma'naviyat mahallalariga to'g'ri keladi. Havo harorati joyiga tushishi bilan, asfalt olish imkoniyati bo'lishi bilan Sohilda ham 3 ta ko'chamiz asfalt dasturida turibdi. Asfalt qiladigan firma Lyon Trans firmasini rahbarlari bilan ham fuqarolarni tanishtirib, dasturlarni qo'liga berganmiz. Ikkinchi chorakda asfalt qoplamasi yotqiziladi. Rahmat. Bayot tumani Madaniyat mahalla fuqarolar yig'inidan bizni Oltin diyor qo'rg'oni demak, tashabbuskor ko'chalarni asfalt va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish kerak. Bugungi kunda aholi vakillari qiynalmoqda mana shu yo'ldan va tungi yoritish chiroqlaridan. Madaniyat mahalla fuqarolariga. Oldin Oltin diyor, tashabbuskor ko'chalari. Tashabbuskor ko'chalar. Madaniyatdan 4 ta ko'chamiz asfalt dasturida bor. Hozir bu ko'chalarda qo'limda ma'lumotim yo'q edi, ko'rib ma'lumotini bersam. Bayot tumani Anorzor mahalla fuqarolar yig'inidan bizning 28-maktabda stadion yo'q. Shu masala bo'yicha amaliy yordam bersangiz. Marhamat. Haqiqatda 28-maktab Anorzor mahallasida joylashgan, sport maydonchasi mavjud emas. Buni joyiga chiqib o'rganib, tegishli choralar ko'rib tez bartaraf etishimiz kerak. Oldin o'rganilganmi mana shu masala? Endi xabar topyapsiz. Yo'q, o'rganilgan masala, faqat joy masalasi, aholi uylarining o'rtasida joylashgan maktab, shuning uchun joy masalasida muammo bor. O'tgan gal ham adashmasa mana shu masala ko'tarilgandi. Anorzor mahalla fuqarolar yig'inida. Xo'sh, Bayot tumani Gulbog' mahalla fuqarolar yig'inidan 45-uyda yashovchi demak aholi murojaat qilmoqda. Demak, bizning mahallamizda oqar suv yo'q. Mana shu masala bo'yicha yordam bersangiz. Gulbog' mahalla fuqarolar yig'ini oqar suv masalasi bo'yicha murojaat qilmoqda. Demak, mas'ullar bo'lsa, oqar suv masalasi bo'yicha hozir nafaqat Gulbog' mahallasi, qolgan mahallalar ham hozir to'liq xatlovdan o'tkazilib, erkin qoldiqdan mahalliy byudjetdan mablag'lar ajratilib, oqar suv yetkazib berish choralari ko'riladi. Bu masalada endi tomorqadan daromad olish masalasi ham o'zi eng ustuvor vazifa bo'lib turibdi. O'shaning uchun buni ustuvor vazifa qilib kiritganmiz hozir. Yangi Bo'ston mahalla fuqarolar yig'inidan bir guruh aholi vakillaridan demak murojaat kelib tushgan. Bizning mahallamizda qabriston bor. Unga olib boruvchi yo'l esa juda ham abgor holatda. Turli xil noqulayliklarni keltirib chiqarmoqda, aynan yog'ingarchilik davrida. Mana shu masalaga ijobiy yechim topishsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Demak, Yangi Bo'ston mahalla fuqarolar yig'ini. Boshqarmasining boshlig'i bor. Qabriston hamda ichki yo'llarga javob beradi. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Bayot tumani boshqarmasi boshlig'i Sultonbek Qosimov bo'laman.
bu qabristonga boruvchi yo'l aholini o'rtasida o'tgan, undan xabarim bor. Har oyda biz borib ko'rib kelamiz shu yo'llarni. Endi hozir murojaat bo'yicha bu 2026-dasturga qo'yilgan taraqqiyot va shifo ko'chalari taraqqiyot dasturiga qo'yilgan. 2026-yil Vazirlar Mahkamasining 665-qarori dasturi asosida turibdi. 2026-yil kunlar ishishi bilan bu ko'chalar to'liq shaharlashtiriladi. Rahmat. Endi esa Bayot tumanining Mirishkor mahalla fuqarolar yig'inidan kelgan murojaatga yuzlansak, zomin suvi bizning Mirishkor mahallasiga ham keladimi degan, demak murojaatni yo'llamoqdalar. Suv bo'yicha. Mirishkor mahallasi O'zim mutaxassis bormi? Assalomu alaykum, hurmatli teleboshlovchi va tomoshabinlar. Zomin suv inshootidan kelayotgan suvni hozirgi kunda barcha texnikalar bilan bizda ta'minlandi. Oyning ikkinchi yarmidan boshlab har bitta mahalla ta'mirlash ishlari davom etadi. Shu o'rinda yana bir savol kelgan. Olmazor mahalla fuqarolar yig'inidan bizning mahallamiz zomin suvga ulangan, lekin haligacha suv chiqmayapti. Mana shu masalaga ijobiy yechim topilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Mutasaddilardan izoh so'raymiz degan murojaatni yo'llashmoqda. Olmazor mahalla fuqarolar. Tushundim. Zomin suvini tarmoqlari ma'lum bir sabablarga orqali to'xtab qolgan vaqtida hozirgi kunda o'sha har bitta mahallaga tarmoq tortilgan. Shu ta'mirlash ishlarini olib borsak, suv yetarli, faqat shu tarmoqlardagi ba'zi bir kamchiliklarni ta'mirlasak bo'ldi, yetadi. Hammasiga suv boradi, hamma mahallaga. Rahmat. Ma'naviyat mahalla fuqarolar yig'inidan bizning mahallamizga yangi transformator qo'yib berildi. Buning uchun demak mas'ullarga o'z minnatdorchiligini bildirishmoqda. Yana bir demak aynan elektr tarmoqlari korxonasi va tuman rahbariyatiga minnatdorchilik yo'llashmoqda aholi vakillari. Demak, navbatdagi Navbahor mahalla fuqarolar yig'inidan bizning yangi qurilgan uchastkalarga Ko'kterak ko'chasida yashayman. Bizning ko'chamizdagi eski qo'lbola, demak, ta'mirtalab yog'och ustunlar o'rniga beton sim yog'ochlar va yopiq kabelli liniyalar tortib berilishingizni so'raymiz. Bu murojaatni ko'p marta iltimos qilib kelganmiz shu vaqtgacha deya murojaat yo'llamoqdalar. Navbahor mahallasidan Ko'kterak ko'chasi. Yuqorida qayd etib o'tdim, 139 sonli qarorimiz bor. O'sha bo'yicha ishlarni amalga oshiryapmiz. Bu Ko'kterak ko'chasini ham o'rganib, o'sha nima deydi, temir beton ustunlarini o'rnatganmiz 68 ta hozirgi kunda. Ishlarni davom ettiryapmiz. Bu bo'yicha bosqichma-bosqich amalga oshiramiz. Keling, kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik doirasida tuman elektr tarmoqlari korxonasi tomonidan qanday ishlar amalga oshirilgan va bugungi kunda aynan hududiy elektr tarmoqlari korxonasiga ko'plab murojaatlar kelib tushmoqda. Batafsil ma'lumot bersangiz. To'g'ri aytdingiz, bu elektr energiyasiga bo'lgan talab hozirgi kunda zamon talabidan kelib chiqib iste'molimiz katta. 2025-2026 yillar kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish maqsadida Prezidentimizning PQ 330 sonli qarori ijrosi bo'yicha 6 ta mahallamizda keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Jumladan Olmazor mahallasi, Muqimiy mahallasi, Paxtakor mahallasi, Ma'naviyat mahallasi, Ushturgon mahallasi, Alisher Navoiy mahallalarida jami 9 dona har xil quvvatdagi transformator punktlari hamda 25.3 kilometr havo tarmoqlari zamonaviy kabellar tortildi. Bundan tashqari 46 dona transformator punktlarimiz va 112 kilometr havo tarmoqlarimiz mukammal ta'mirlandi. 87 dona transformator punktimiz, 212 kilometr havo tarmoqlarimiz joriy ta'mirlandi. Obod qishloq, obod mahalla dasturi doirasida Ushturgon mahallasida boya yuqorida qayd etib o'tdim, 2 dona quvvati 250 kV bo'lgan transformator hamda 309 kilometr havo tarmoqlari tortildi. Hozirgi kunda 139 sonli qaror ijrosi bo'yicha 432 dona temir beton ustunlar olib kelingan. Shundan 365 tasini o'rnatganmiz. Hozirgi kunda qolgan temir beton ustunlarni o'rnatish ishlari jadallik bilan amalga oshirilmoqda. Rahmat.
Bayovut tumani Tinchlik mahalla fuqarolar yig'inidan, demak, aholisi nomidan murojaat qilmoqda. Tinchlik ko'chasi bizning mahallamizda tomorqa suvi uchun quduq qazilgan va tomorqa suvidan aholi foydalanish jarayonida birinchi xonadonda yashovchi demak, oilaning yeri cho'kkan. Buning oqibatida nasosni yoqishga ular ruxsat bermayapti. Biz bu muammo bo'yicha juda ham ko'plab murojaatlarni amalga oshirdik, lekin natijasi haligacha hal bo'lgani yo'q. Tinchlik mahalla fuqarolar yig'indi. Hurmatli boshlovchi, Tinchlik mahalla Tinchlik ko'chasida haqiqatan ham tomorqalar sug'orish uchun quduq qazilgan edi. 2 yil davomida ishlatdik. Bu muammodan xabarimiz yo'q. U sababi 70-75 metr chuqurlikda bo'ladi. Uni gidrogeologiyadan xulosasini olganmiz. Hech qanaqa cho'kishi mumkin emas. Buni mutaxassislarni olib borib, fuqaroga batafsil tushuncha beramiz. Qanchalik asosli xonadon vakili ushbu nasosga egalik qilishi ruxsat bermasdi? Yo'q, bitta fuqaro egalik qila olmaydi. Bu Tinchlik mahallasini, ya'ni ona zamin bilan Tinchlik ko'chasi asosiy ko'chalari shunaqa tomorqalarni sug'orish uchun mo'ljallangan. O'sha 2 yil oldin xalqning murojaatini o'rganib, haqiqatan ham suv vegetatsiya davrida yetib bormaydi. Asosan Tinchlik mahallasi to'liq oqar suv bilan ta'minlangan. Shu iyul oylarida muammo bo'lish kutilgan, shunga quduq qazilib bergandik. Bunaqa cho'kishi mumkin emas. Boyaga aytganimdek 70-75 metrdan oladi. Sira ham cho'kishning iloji yo'q. O'sha 70 metr pastligida ham suv turadi, bo'shliq turmaydi. Bo'shliq tursa endi tushib ketdi deb, avval bo'ldi deb o'ylasak bo'ladi. O'sha pastligida ham sochi havo yo'q. Suv bilan to'la turadi. Shu biz tortaveramiz, suvlar yig'ilib kelaveradi. Cho'kishi mumkin emas. Qancha muddatda hal bo'ladi shu? Shu haftaning o'zida mutaxassislar chaqirib, ertaga undan kuni olib borib ko'rsatib, fuqaroga tushuntirish beramiz. Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'inidan kelgan savol. Ariqdagi oqar suv bizning hududga 1,5 kub suv ajratilgan. Bu kamlik qilyapti. Imkoni bo'lsa, mana shu suvni ko'paytirib bersangiz. Hurmatli boshlovchi, bu savolga men javob bersam, boya sizga ta'kidlab o'tdim. Bu prezidentimizning PQV sonli qarori ijrosi asosida bu mahallaga to'liq 3 milliard 600 million so'm mablag' ajratilib, to'liq betonlashtirildi. 700 metr ariq betonlashtirilib, 2 dona katta nasos stansiyasi, ikkilamchi suvdan foydalanish yuzasidan nasos stansiyasi o'rnatilgan. Hozir buni to'liq direksiya Vazirlar Mahkamasi 470-sonli qaroriga asosan viloyat hokimligi huzuridagi tashkil etilgan direksiyaga bu nasoslar to'liq o'tkazib berildi. Bu yildan Bunyodkor mahallasi suv muammosi bo'lmaydi. Kecha aholisi bilan uchrashganda to'liq aytib tushuntirib kelganmiz. Bayovut tumani Olmazor mahalla fuqarolar yig'inidan, demak, Arafa ko'chasi bizning ko'chamiz, demak, ta'mirtalab ahvolda, agar imkoni bo'lsa, asfalt qoplamasini yotkazilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Aholi vakillari bugungi kunda juda ham qiynalishmoqda deya murojaat yo'llamoqdalar. Olmazor mahallasi Arafa ko'chasi. Bu yuqorida aytilgan Yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahalla toifasiga tushgan. 2026-yilda bu masalalar hammasi bartaraf etiladi. Rahmat. Olmazor mahalla fuqarolar yig'inidan yana bir murojaatnoma. Bizning yonimizdagi mahallalarda tabiiy gaz bor. Bizning mahallamizda yo'q. Mana shu masala bo'yicha amaliy yordam bersangiz. Bayovut tumani Olmazor mahalla fuqarolar yig'inidan. Marhamat. Olmazor mahallamiz 2016-yilda tushuntirilgan gazga moslashtirilgan. Bu Olmazor mahallasi 796 xonadon mavjud. 1400 ta gaz ballon mavjud. Hozirgi kunda shu gaz ballon yetkazib berilyapti. 30 kun, 35 kun uzog'i bundan oshmaydi. Faqat 2016-yilda gaz yaxshi yetib kelmaganligi sababli suyultirilgan gazga o'tkazilgan. Tushunarli. Navbatdagi murojaatnoma qayta yubormoqdalar. Ushbu Ushturg'on mahallasi hududida yashovchi, kam ta'minlangan oilalar reyestrida turuvchi, demak, mahalladan do'kon olganman, elektr energiyasi ulashda muammo bo'lmoqda. Mana shu masalani tuman
demak hokimi o'rinbosari va hokimi o'z demak ijobiy yechimini bersa, mana shu masala bo'yicha shaxsan o'zlari shug'ullansa, juda ham ko'plab murojaatlarni amalga oshirganman, lekin haligacha natijasi bo'lmagan degan savolni yana qayta ertani o'zida elektrisitet xodimlarini olib borib tarmoqqa ulash chorasini ko'ramiz, nazoratga olamiz. Demak, Bayot tumani Anorzor mahalla fuqarolar yig'ini Dehqonobod ko'chasidan bizning ko'chamiz demak ikkita ko'cha asfalt qilingan, lekin bizniki esa qolib ketgan. Mana shu jarayonda, mana shu masalaga ijobiy yechim topishsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Dehqonobod ko'chasi. Yo'l javob berishga ikkiga bo'lingan. Ikkiga bo'lingan, e'tirof etilmoqda. Ikkiga bo'lingan. 2020 dastur asosida bir tomoni shag'allashtirildi, nari tomonni biz dasturga kiritib bo'lganimizdan keyin aholi tomonidan yo'llar yopib olingan. Bosh tomoni 4,5 metr, oxiriga borsangiz bitta odam sig'adigan joy qo'ygan. Noqonuniy qurilmalar qurilgan. Men o'sha mahalla raisini o'rinbosariman, yurganman. Oxirida asfaltgacha mana shu yerni qilib bering, qolgani keyin ochib beramiz degan va'dani bergan edi, hali ochgan yo'q. Dehqonobod ko'chalariga ikkiga bo'lingan to'ppa-to'g'ri. Bu masala ham ko'rib chiqilib inobatga olinsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Mahallamizdan O'zbekiston yangi namunadagi O'zbekiston qiyofasidagi mahallalar tasnifga kirgan. Shu dastur doirasida 5 milliard respublika mablag'lari ajratilgan. Mana shu mablag'lar doirasida hal qilinadi. Navbatdagi demak murojaatnoma Navbahor mahalla fuqarolar yig'inidan 48-maktab bor bizning mahallamiz hududida. Maktabga kutubxona va sport maydonchasi, kompyuterlar kerak. 5970 abonentidan murojaat yo'llanmoqda. Nega 48-maktabda kutubxona, sport maydonchasi yo'q? Boshlovchi maktabda sport maydonchasi mavjud. Faqat ta'mirga muhtoj. U 2026-yilda ta'mirlanishi ikkinchi choragida bo'ladi. O'quv yili tugagandan keyin ta'mirlanadi. Kutubxonasi ham mavjud, faqat kitoblari kam bo'lishi mumkin. Ertaga joyiga chiqib o'rganib masalani kompyuter jamlanmalari bo'yicha kompyuter bilan 2024-yilda bir sinf komplekt kompyuter bilan ta'minlangan. Agar yana ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, agar ishdan chiqqan bo'lsa, joyiga chiqib o'rganib kompyuter bilan ta'minlaymiz. Rahmat. Qadrli teletomoshabinlar, afsuski bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Keling endi ko'rsatuvimiz yakunida xulosa o'rnida fikr mulohazalar bo'lsa, marhamat. Avvalambor rahmat. Mana tashkil etilgan ochiq muloqot bu ijro hokimiyatining mas'uliyatini yanada oshiradi. Ko'tarilgan hozirgi barcha masalalar muammolarni bartaraf etishda hurmatli prezidentimiz tomonidan barcha imkoniyatlar yaratib berilgan. Bularni bajarishda mas'ul rahbarlar o'z vazifasini sidqidildan bajarsa, barcha masalalar o'z yechimini topadi deb o'ylayman. Rahmat. Qadrli teletomoshabinlar, yuqorida qayd etib o'tdim. Afsuski, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ham mana shunday dolzarb masalalarni ko'tarishga harakat qilamiz. Bildirilgan fikr mulohazalar uchun barcha mas'ullarga minnatdorchilik bildiramiz. Keyingi ko'rsatuvlarimizgacha o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.